Hani yaptı? Hani hasıl ki? Assalomu alaykum hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, oppa, singillar. Mana tadbirkor kuzatuvchilarim. Siz bilan mana jonli efir Akmal Express'dan to'g'ridan to'g'ri. Meni hamma taniydi, men tanishtirib o'tishim shart emas. Mana Rizomat aka, qachon kelib, qachon buyurtma berib ketdingiz bizga? Shu 2 hafta oldin kelib buyurtma berib ketgan edim. Taxminan birinchi sloleda, adashmasam. Birinchi slola. O'zbekistonda hali yetib kelmagan tovarlarni Akmal akam tomonidan yetkazib berildi. Juda ham katta rahmat Akmal akam va ular jamoadoshlariga. Nasib endi bosamiz endi bu yoqqa. Endi nasib Xudo xolasa biznes qiladilar inshaalloh. Shaharda yaxshi qaynoqqina tochkasidan bir bozorda ko'p joy talab qilmaydigan mana kichkinagina yozga bir biznes g'oya deb o'ylayman. 1-aprel kuni Rizomat akamiz o'zlari kelgandilar. Menga mana shuni videosini ko'rsatib berdilar. Akmal aka mana shunaqa narsa olib kelsak bo'ladimi dedilar. Men aytdim o'z o'rnida. Ha, albatta bo'ladi, bemalol deb turib, keyin internetda ikkalamiz birgalikda o'tirib, o'rtada mana bu yerda barabanini tanladik va 4 ta kosaligini tanladik. Vaqt kattarog'ini ochirad bo'lib qolsa, tezroq qo'yib berishimiz uchun vaznni, og'irligini, korobkani so'radik va taxminiy men Rizomat akaga narxni aytib berdim. Bu kishiga narxlar ma'qul tushdi. To'g'ri, ma'qul tushdi. Lekin ozgina qimmat bo'ldi. Bir $10 ga kargoga adashgan ekanman. Shunday. $120 atrofida tushadi degandim. $134 atrofida kargosi kirib keldi, lekin nasib Xudo xolasa, Xudo taolo barakali qilsa, o'zi qoplab kirib ketadi. Qoplab ketadi. Inshaalloh. Tovarni o'ziga qancha narx beruvdingiz? $442 taxminan. $442 beruvdingiz. $134 kargosi va $85 men xizmatim bilan adashmasam 650 dan ziyodga aylandi. $650 atrofga mana qo'limizga kelib tushdi. Bu apparatda nima ekanligini mana hozir biz sizga taqdimot qilib ko'rsatib beramiz. Mana birinchi Rizomat akamiz o'zlari ishlatyapti. Ungacha biz ozgina o'zimiz qo'shib ishlatdik. Freza knopkasini bosganingizdan keyin hoppa. Mana 3 ta ochdilar. 3 ta ochgandan keyin e'tibor berasiz, mana bu yerda mana suv tushishni boshladi pastdagi qutisiga. Suv tushgandan keyin to'ladi. To'lgandan keyin mana sariq ranglisi keladi. Hozircha boyni kolani ishlatganimiz uchun kolan kelgandi. Tezliklarini regulovka qilyaptilar mana bu yerda. Tayyor arzimaydigan adashmasam shu 5000 so'm, 10000 so'm turadigan suvdan shunday bir kichkinagina biznes g'oya. Bu yerda qorlarni mana kattaligini regulovka qilsa bo'ladi. Xullas bu bizning birinchi ishlatishimiz. O'shani hisobiga hali unchalik ham professional bo'lganimiz yo'q, lekin Rizomat akamiz uyga borib jiyanlarga nasib qilsa Xudo xolasa ancha bunaqa narsalarda test tariqasida qilib beradilar. Tak, mana bir kosamiz to'ldi. Endi ikkinchi tarelkamizni olamiz. Rangi ham yaxshi, ancha chiroyli. Необычный chiqdi. Xitoyliklarda o'zi bo'lsa qanday chiqarishini mana biz sizga videoda tariqasida ko'rsatib o'tamiz. Rizomat akamiz umuman boshqacha qilaman deyaptilar. Nasib qilsa morojniy smesini olib, morojniy smesini o'zidan har xil ta'mli qilib beraman deyaptilar. Nasib qilsa Xudo xohlasa.
Aziz do'stlar, mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Agar sizga ham xuddi shunday uskuna kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Rizomat aka, endi o'z fikringizni bildiring, qani nima deysiz? Nima ham dedim, Akmal akam va uning jamoasiga kattakon rahmat. Hamma narsa kutilganda va O'zbekistonda ilk bor mana morojniy frezer apparatimiz minisi. Rahmat deb qolaman hammalaringizga. Tavsiya qilasiz? Va yurtdoshlarimizga tavsiya qilamiz. Bunga kirishga Bemalol, mana Qarshini o'sha Rizomat aka egalladi. Qarshiga yo'l yo'q sizlarga. Boshqa viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, bemalol. bemalol. Siz bilan Akmaljon To'rayev va Akmal o'z jamoasi edi. Keyingi dasturda uchrashguncha, xayr.